Kichkina Messiga qarshi kichkina Ronaldo. O'zbekistonning ikkita eng talantli yosh o'yinchilari hozir 5 ta zadaniya bo'yicha bellashuv olib borishadi. Bu albatta o'rtoqlik bellashuvi bo'ladi. Bizda birinchi zadaniya koptu 30 metr masofaga qo'yildi. Shu yerdan kichkina varatani poylash. Har bitta bola 3 tadan tepadi. 3 tadan kim ko'p gol urish. Birinchi urinish sal qiyshiq ketdi. Hozir yana 2 ta urinish qoldi. Menimcha 2 tadan bitta ursa ham normal, chunki 30 metr normalni varata kichkina. Bizning ikkinchi imkoniyat. Let's go. Ay, sal o'nroq poylashing kerak. Uchinchi imkoniyat, hozir o'sha rasho top sal o'nroq poylasang, menimcha urasan, 3 tadan bitta normal. Davay. Bu gol. Qani? Yaxshi. Endi navbat kichkina Messiga. Messini birinchi urinishi hozir ko'ramiz. Let's go. Yaxshi. Rashid Ovolning birinchi urinish noaniq, yana ikkita imkoniyat bor. Ikkinchi imkoniyat hozir ko'ramiz. Davay. Ishqilib sari bir finalda yutgan videoda hech qaysi bola gol urmagan, bu birinchisi urdi, adashmasam. Davay. Yaxshi. Kirdi. Yaxshi. Qo'llar mana birinchi zadaniya bo'y botdi, haqiqatan Ronaldo Messi jangi. 3 tadan bitta urdi. Xullas birinchi zadaniya bu nichiya, ajoyib. Zo'r. Bizda ikkinchi zadaniya har doimgidek 30 metrga yugurish bo'ladi. Hozir ikkalasi birdaniga boshlaydi. Kim birinchi kelar ekan ko'ramiz. Ozgincha farq bilan kichkina Messi yutdi. Birinchi zadaniya nichiya bo'ldi, shuning uchun hozir birinchi zadaniyani 1-1 deylik, 2-1 bo'ldi. Shuna bo'ladi? Bo'ldi. Ikkita zadaniya tugadi. Hozircha shot 2-1. Keyingi zadaniyaga o'tamiz. Tezlikga gapirib o'taman. Sizlar hozir pul yutib olishingiz mumkin. Hozir pauza qilib qo'yib, pastda Telegram kanalimni silkasini qoldiraman. O'sha Telegram kanaliga o'tib podpiska tashlab qo'ysanglar bo'ldi. 3-4 kundan keyin Telegramda rozigrish qilaman. 3 ta Telegram premium, birinchi o'rindagi odamga 500 ming so'm kartasiga tashlab beramiz. Shuning uchun xohlasanglar hozir pauza qilib Telegram kanaliga o'tib olinglar. Xohlasanglar videoni tugatib bo'lib, Abdujabborov Telegram kanaliga o'tsanglar, sizlar ham Telegram premiumga ega bo'lasizlar, ham eksklyuziv kontentlarni ko'rasizlar, ham 500 ming so'm pul yutib olishingiz ham mumkin. Hammaga rahmat. Bizda 3-zadaniya, ikkita zona bor, mana koridor. Bu zona kichkina Ronaldoniki, bu zona kichkina Messiniki. Hozir ikkalasi birdaniga jonglyor qilishni boshlaydi. Kim birinchi bo'lib tushirib olsa, o'sha yutqizgan bo'ladi. Oxirgi bo'lib jonglyor qilguncha, qarochi. Tushirmasdan qilaverasizlar. Boshladik. Shoshilmasdan, bemalol. 5 minutes later. Bu jang menimcha ko'p bo'ladi-yu. Voy. Bunaqa yoshda to'g'risini aytaman, men bilmadim. 50 ta, может 60 ta jangga qilardim. Shuning uchun hozir haqqoniy Ronaldo yutdi bu zadaniyada. Общий shot 2-2. No jonglyor qilishni o'zingizlar ham ko'rdinglar. Agar qo'yib bersa ertalabgacha ham qilaveradi. Endi hozir bolalar bizda 4-zadaniya, mana fishkalar taxlab qo'yilgan. Hozir ikkalasi birdaniga boshlaydi. 4 marta, qarochi. 1, 2, 3, 4. 2 marta borib kelish. Kim birinchi kelsa, o'sha yutdi. Hop. Yana bir marta borib kelish kerak. Davay, o'zingnikini, shoshilma. Davay, qilib qo'y akuratni, qilib qo'y. Yaxshi. Bu normalniy bolalar. Hozir ikkalasi ham yaxshi qildi. Bu sen hayajonlanyapsan-da, buni apay. Nimaga hayajonlanasan? Ha? Xarosh. Ikkalasi ham hozir dastoyni qildi. Xarosh, Cristiano, nima deyish kerak? Xarosh. Messi gapirmaydi ham, men qiziqanaqada. O'zi haqiqiy Messi ham shunday demaydi-da. Shuning uchun umumiy shot hozir 3-2. Endi oxirgisi 5-zadaniya. Может shot
4-2 bo'ladi, может 3-3 bo'ladi. Shunda. Bo'ldi. Bolalar bizda hozir 5-zadaniya. Har bitta bolaga 3 minutdan vaqt beriladi. 3 minut ichida bular har xil fintlar, yerda takoy chiroyli narsalarni o'zlari ko'rsatish kerak. O'sha eng zo'rlarini biz yig'ib, hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bu zadaniyada kim g'olib bo'lishini video chiqqandan keyin kommentariyada sizlar yozasizlar, aniqlaymiz birgalikda. Rozimisizlar? Bo'ldi. Bu bolaning ismi Muhammad Umar. Bu bolaniki Jasur. Ikkalasi hayotda shunaqa ism bilan chaqirilishadi. Lekin bu kontent sizlar to'g'ri tushuninglar, iltimos. Mana bolalar kichkina Ronaldo hozir fintlarni qildi. Основной freestyle bog'liq narsalarni tanladi. Hozir endi kichkina Messini ko'ramiz. O'zini mahoratini ko'rsatadi. Mana bolalar 5 ta zadaniya ham tugadinglar. Kichkina Messi ham, kichkina Ronaldo ham o'zini mahoratini zo'r ko'rsata oldi deb o'ylayman. Agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, ko'proq like so'rayman. 40 mingta like bu ikkita bolani yana chaqiramiz уже boshqacharoq zadaniyalar bilan yana qilib ko'ramiz. Mojitdan futbol o'ynatamiz, mojit. Короче, 5 ta vashshi boshqacha zadaniya tanlaymiz yana bitta rolik qilib yuboramiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Kommentariyada oxirgi zadaniyada kim ko'proq yaxshiroq narsa qildi deb o'ylaysizlar. Chunki bu yoqda menimcha unaqa solishtirib ham bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki meni fikrim bo'yicha bu yoqda Ronaldo freestyle yo'nalishida ko'proq fintlarni tanladi. Messi ko'proq futbolning pastdagi anaqalarni, чувство мячani tanladi. Ikkalasini solishtirib bo'lmaydi. Bu buni yorvordi, bu yo'nalish yorvordi. Shuning uchun ikkala bolani ham podдержка qilinglar. Bu chunki Xudo xolasa ikkalasi ham O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'tarib, zo'r narsalarga, zo'r yutuqlarga erishishinglar kerak, to'g'rimi? Yana bitta 5 olib qo'yinglar endi. Keyingi videoda ko'rishguncha